Axborot dasturini davom ettiramiz. Namangan viloyati hokimligida O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi tomonidan mintaqaviy rivojlanish, Janubiy Koreya tajribasi va strategik yondashuvlar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy seminar o'tkazildi. Unda Janubiy Koreyaning Handong Global universiteti va Ajou universiteti professorlari, mahalliy davlat boshqaruvi va oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Seminarda Bank Moliya akademiyasi Namangan viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda aql markazi sifatida faoliyat yuritayotgani ta'kidlanib, hududning imkoniyatlari, muammolari va istiqbollarini o'rganish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadqiqotlar muhokama qilindi. Tadbirda Janubiy Koreyaning mintaqaviy rivojlantirish tajribasi, iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish, mahalliy salohiyatdan samarali foydalanish va energetika tizimini modernizatsiya qilish masalalari ko'rib chiqildi. Koreyaning tajribali professor olimlari mintaqaviy rivojlanish hamda energetika bo'yicha ma'ruzalar qildi. Seminar Namangan viloyatining ilm-fan, tahliliy yondoshi va xalqaro tajriba asosida rivojlantirishning amaliy namunasi bo'ldi. Unda viloyatdagi 14 ta hudud bo'yicha ishlab chiqilgan 189 ta banddan iborat yo'l xaritalarida belgilangan vazifalar muhokama qilindi. Namangan viloyatiga O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi aql markazi sifatida biriktirilgan Bank Moliya akademiyasi ilmiy-pedagogik xodimlari tomonidan, tadqiqotchilar va mutaxassislari tomonidan Namanganda 14 ta shahar va tumanlari va uning barcha resurslari va imkoniyatlari nuqtai nazaridan omili taqdim qilindi. Buning natijasida 189 ta bankdan iborat bo'lgan chora-tadbirlar, yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Bugungi tadbirdan maqsad Janubiy Koreyani ilg'or tajribalarini Namangan viloyatini iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishda yanada jadallashtirish imkoniyatlarini muhokama qilish hisoblanadi. Bundan tashqari Bank Moliya akademiyasi va Janubiy Koreyaning mintaqaviy rivojlanish markazi o'rtasida qayta tiklanuvchi energetika sohasida 3 tomonlama hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu hamkorlik yangi texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi va Namangan viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilayotgan mintaqaviy rivojlanish, Janubiy Koreya tajribasi va strategik yondashuvlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy seminarda ishtirok etmoqdamiz. Ushbu seminarda Janubiy Koreya tajribasi, uning energiya samaradorligi va energiya tejamkor tizimi haqida qiziqarli taqdimot qildik. Namangan ham energiya samaradorligiga yuqori darajaga erishishga qodir potensial viloyatlardandir. O'zbekiston ham Janubiy Koreyaning ilg'or energiya samarador tizimidan tajriba sifatida foydalanib, energiya samaradorligiga erishadi deb umid qilaman. Umuman seminar Namangan viloyatining ilm-fan, tahliliy yondashuv va xalqaro tajriba asosida rivojlantirishning amaliy namunasi bo'ldi. Unda aniq vazifalar, yo'l xaritalari ijrosi va hamkorlik mexanizmlari uyg'unlashtirildi. Bunday tashabbuslar Namangan viloyatining iqtisodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsion jozibadorligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ayni informatsion dastur orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatib boring. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana uchrashguncha omon bo'ling.